Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lganlarga qulay biznes muhiti va shart-sharoitlar yaratib berish borasidagi ishlar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Namangan viloyatida ham bu borada muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina Kosonsoy tumanida tashkil etilgan Kushon kichik sanoat zonasida bugungi kunda 150 ga yaqin loyihalar amalga oshirilmoqda. Ularda 12 mingdan oshiq mahalliy aholining bandligi ta'minlangan. Muxbirimiz sanoat zonasida bo'lib sharoitlar bilan tanishdi. Namanganda 2016-yilda ham birorta kichik sanoat zonasi bo'lmagan. O'tgan 9 yil ichida viloyatda 72 ta kichik sanoat zonasi ishga tushirildi. Ularning har birida bugun kamida 10 ming namanganliklar ishli bo'ldi. Harakatlar samarasi o'laroq viloyat respublikada 2024-yilda sanoat ko'rsatkichi bo'yicha 2-o'ringa chiqdi. Kushon kichik sanoat zonasi ichida bugun 1,1 trillion so'mlik 147 ta loyiha ish boshladi. Plastik quvurlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchi korxona eng yirik loyihalardan. Ijaraga turganmiz. Kichik sanoat zonasidan imtiyozli joy ajratildi. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslar bilan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari o'ta cheksizda. Sanoatlarning hammasini Xitoy davlatidan olib kelib o'rnatganmiz. Oxirgi so'nggi texnologiyalar 100 dan ortiq ish o'rini yaratdi. 400 dan ortiq ehtiyot qismlarini ishlab chiqaryapmiz. Hozirgi kunda Osiyoga, Qozog'iston, qo'shni davlatlarga, Tojikistonga chiqaryapmiz. Ishonasizmi, bu yerda 1 daqiqaning o'zida xom ashyo tayyor mahsulotga aylanadi. E'tibor qilishimiz kerakki, ushbu Kushon kichik sanoat zonasidagi ushbu quvvat kuniga 10-12 tonna, oyiga esa 350 tonnagacha tayyor plastik mahsulotlar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Kichik sanoat zonasi 110 gektar joyda barpo etilgan va bugun manzilda 12200 nafar yurtdoshlarimiz ish bilan ta'minlangan. Sanoat zonasida yiliga 2 million dollarlik mahsulot to'liq eksportga yo'naltirilyapti. Bu tuman darajasidagi sanoat markazi uchun yaxshi ko'rsatkich. Bizda navbatdagi loyiha Kushon kichik sanoat zonasida joylashgan, oyiga 40 tonnagacha go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchi mana shu korxona. Bu yerda 30 turdan ortiq go'sht mahsulotlari ishlab chiqariladi va hozircha Namangan va Farg'ona vodiysidagi ichki bozorga yetkazib berilyapti. Prezidentimizning tashabbusi bilan 40 sotik joy berishdi. Avvalgi joyimiz birinchidan kichkina bo'lgan, ijarada bo'lganmiz, ish o'rni oz bo'lgan, uskunalar kam bo'lib, keyin uskunalarni joylashtirishda ham muammolar bo'lgan. Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga ancha yengillik, ancha qo'llab-quvvatlashlar juda ham zo'r. Hozir quvvatimiz 35 tonnadan 40 tonnaga ko'tarildi. Kelgusida Tojikiston, Qirg'iziston davlatlarga eksport qilish niyatlarimiz bor. Galdagi loyiha choy qadoqlash korxonasi. Tadbirkor hozirda 60 turda yiliga 4000 tonna choy mahsulotini qayta ishlab chiqarmoqda. Kelgusida choy mahsulotini mahalliylashtirishni ham reja qilmoqda. 2021-yil prezidentimiz yana bir tadbirkorlarga bo'lgan yordamlari munosabati bilan bu Kushon kichik sanoat zonasidan 108 gektarlik yerni oldik. Bu yerda o'zimizga qulay sharoitlarga ega bo'lgan fabrikamizni qurib bitkizdik. Ungacha davr biz kichik joylarda, ijaralarda, har xil holatlarda ishlab kelganmiz. Qiyinchiliklar bo'lgan. Birinchi o'rinda tadbirkorlarga bo'lgan eng katta yutuqlardan biri bu valyuta bo'yicha konvertatsiya masalalari. Hozirgacha kunduzda mana biz valyuta ayirboshlashda xotirjamlik, erkinlik bor. Bizga ancha imkoniyatlar yaratildi. Savdolarimiz, eksport, import ishlarimiz oshishiga sababchi bo'ldi. Endilikda O'zbekistondan tashqariga qo'shni davlatlarimiz, Markaziy Osiyo davlatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston bilan ham shartnomalarni qilib turibmiz. So'zsiz bu davlat rahbarining e'tibori, imkoniyatlar, ta'bir joiz bo'lsa qo'llab-quvvatlovi tufayli bino bo'ldi bu ishlar. Zakiy, mehnatkash namanganliklarning har qachon ham mana shu ishlarga ishtiyoqi, salohiyati bo'lgan. Ammo yangi O'zbekiston davrigina bunga real yo'l ochdi.